Bu video Chevrolet Reviews kanali uchun tayyorlangan bo'lib, 2026 yil uchun mo'ljallangan Corvette va Chevy Spark F modellarining asosiy xususiyatlarini tushuntiradi. Avtomobil ishqibozlari uchun bu ikki model mutlaqo turli segmentlarni ifodalaydi, ammo zamonaviy texnologiya, dizayn va samaradorlik jihatidan umumiy nuqtalarga ega. Corvette 2026 sport avtomobili sifatida kuchli dvigatel, ilg'or aerodinamika va premium ichki makon bilan ajralib turadi. Uning tashqi ko'rinishi past va keng kuzov, agressiv chiziqlar hamda LED yoritish tizimi bilan boyitilgan. Bu model tezlikni yoqtiradigan haydovchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, yuqori tezlanish, aniq boshqaruv va sport rejimlari bilan hayajon bag'ishlaydi. Ichki qismda raqamli panel, katta sensorli ekran va haydovchiga yo'naltirilgan ergonomik boshqaruvlar mavjud. Materiallar sifati yuqori bo'lib, charm va karbon elementlar sport ruhini kuchaytiradi. Xavfsizlik tizimlari ham e'tiborga loyiq. Adaptiv kruz nazorati, yo'lni ushlab turish yordami va aqlli tormoz tizimi mavjud. Chevy Spark F esa shahar hayoti uchun mo'ljallangan ixcham va ekologik toza avtomobil hisoblanadi. 2026 versiyada to'liq elektr dvigatel, energiya tejamkor batareya va past ekspluatatsiya xarajatlari bilan ajralib turadi. Bu model kundalik qatnov uchun juda qulay bo'lib, tor ko'chalarda oson boshqariladi. Elektr motor sokin ishlaydi va tezkor javob beradi. Ichki makon sodda ammo funksional bo'lib, sensorli multimedia tizimi, smartfon bilan integratsiya va raqamli ko'rsatkichlar paneli bilan jihozlangan. Spark F ning asosiy ustunligi nol chiqindi va arzon quvvatlash xarajatlaridir. Bu esa uni yosh haydovchilar va ekologiyani qadrlovchilar uchun ideal tanlovga aylantiradi. Video davomida har ikkala avtomobilning texnik tomonlari, haydash tajribasi va kundalik foydalanishdagi qulayliklari solishtiriladi. Corvette kuch va imijni ifodalasa, Spark F iqtisodiylik va barqarorlikni ta'minlaydi. Bu ikki model Chevrolet brendining qanchalik keng yo'nalishda ishlayotganini ko'rsatadi. Ya'ni sport